Assalomu alaykum, hurmatli qo'shiq ishqibozlari, popular ishqibozlari, sog'misizlar, salomatmisizlar. 2026-yil 10-avgust hafta kunida dushanba o'zimizning xonadonimizdan inshaalloh yana bir kichkinagina video syomka tayyorlayapmiz. Hozir bizga yana yangilik popular kelgan. Kecha ham kelganda, bugun ham keldi. Ustoz sog'xonaga sheydilar. Qushlarning zo'ri keldi inshaalloh. Tayyor ishlab turgan qoralar. Jo, beli to'ldimi pasli? Mana joyga tashlagan, mana. Hop, mana bu ko'rinchi mashina jupi yo'q, yakka. Buni jup bo'lsa uni olib qo'yaveramiz. Hop, mana uni ham olib qo'yib, bu kechagi, bu ham malado malda ham. Hop, yangi qush partiya kelgan, xudo xolasa joyimiz to'lib qoldi inshaalloh. Kerakli odamlar aloqaga chiqaverasizlar. Qushlarimiz sotuvda bor. Har qanaqasidan. Kimga qanaqangi variant kerak bo'lsa, qushxonamiz to'lib qoldi. Inshaalloh. Endi mana juplash jarayonida o'zimizdagilarni qolganlarini juplash. Nima deydi bular? Ha, bular bo'ldi. Bo'ldimi masalasi hali bularni? Endi mana og'aga narx kerak. Nar. Bog'dagi narlardanchi? Bugun kelgan. Nari tarafdagi narlardanchi? Shapkali o'zimizdagi maladolardan chiqqanlardan. Ag'dagilardan oqqa sariq bo'laveradi. San kechki dasturimizda sariq xatkalar, sizda oq xatka moda bor. Ana bu. Endi mana xonadagi sherigi yo'qmi? yo'q, sheringlar yo'q. U ham pastdan qaydandir o'sha chiqib ketib uchragan joy. Bu nar ekan. Narga moda kerak. Ha, modamiz bormi leshni axir? Xonada ham nar bor. Bu ham faqat nar. Oğlanlar para ekan. Mandadan narlar ichida oğlanlar uchun. Hop, bunga agar jupi bo'ladigan bo'lsa bular ustoz. Hop, nari tarafda bor-ku o'zimizdagilar. Chiqqanlar, o'shalarni juplasak. Zo'r bo'ladi. Buni o'zini parasi bir xilda bo'la beraveradi shunda. Bu rang bir hadovoy rang-ku. Nariga tashlasak, ha. Endi ana chepsiga atsamada do'yim. Aha. Valga sanki arqa quyuyoramiz. Eko'yi ham nar ekan. Bo'ldi. O mana do'stlar abastirma. Mana O'zingiz bilib, ha. malado. Bo'ldi. Ular malado. Malado. Maladoyi ko'rib turganingda biz kletkamizni qo'ymaymiz. Addenni katta valerimizga tashlaymiz. Malado bilan ichiga tushib, malado berilmaydi. Bizda shunaqa. Maladolar qo'shilmaydi bir-biriga. Hop. Ular bir-biriga mos tushgan joyda hammasi. Inshaalloh kletkalarimiz to'ldancha. Hozir mana bu taraf ham mana ponni to'ldi. 100% kletkalar xudo xolasa. Hop, hayran shu. Pastdagi 20 kletkada yo'q. Bitta moda. Keyin qolganini nargidan beramiz. Tayyor bo'lsa nargi kletka bersak, yoqdan modadan bu yerga tashlaymiz. Ikkovi ham. Nari tarafga berib, mana tarafdan moda bor. Aha. Hop. Bunga shirin nari tarafda bormi nar moda? Shunda bo'ldi. Bor bo'lsak buni keyingi mana radujnilarni ko'taraga yangi partiyalarni bu tarafga olyapmiz. Mana bu tarafga addenni radujnilar bor joy bu. Bunga bitta 50 pastda endi. Xo'p, managa tashlasachi, mana ham 52 ham bo'sh. Bo'laveradi. Bu tayyor. Hamma narsasi sharoiti bor narsa. Bo'ldi ana. Shunda bu yerda ham to'ldi hammasi. Endi nari tarafdagi asosiy
Joydan tutib olamiz qolganlarni. Mana ular nima deydi? Bir-biriga cho'qib turishib pisar yo jupmi bular? Juda jupmi? Uy tayyor ekanda dema bularga. Xo'p, bularni dema bugundan qoldirma hammasi uy elisa bo'laveradimi? Bo'ladi. Hammasiga xudo xolasa bo'ldi. Yana bitta ma'lumot o'rnida so'rash bor-da. Salatni bundan 1 oy 20 kun oldin qanaqa holatda berish kerak edi? Salatni Aha, salat. Issiq paytda. karamel ko'proq yeyish kerak. Qaram ko'proq, qolgan ozroq. Soati 1 soat 2 soat. Endi tuxumni ko'proq yeyish kerak. Endi bundan buyoqqa tuxum ko'proq. Sachoq bor. Sachoq bor mana. Sachoq kaltalik qilsa ulamiz bag'ini. Sachoqimiz bor, xudo xolasa. Ushlash jarayoni sachoq mana, bilganingizda. O'tgan safar aytgandim-ku, mana qanaqa qilish kerak, mana bir o'rgan degandim. Bir bolaga mana shu jarayoni. Sachoqlab ushlash kerak, boshqa yo'li yo'q. Xudo xolasa, bitta radojni ushlaydi. Chiroyli radojni parra. Hop, hurmatli obunachilar, mana yakunlari bilan hammasini parlab oldik, xudo xolasa. Hozir shunda bizda polna par holatda 50 par bo'lib qoldi inshaalloh, adashmasam. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana to'lgan hammasida bor. Sotuvlarimiz inshaalloh. Rahmat hammaga.